Assalomu alaykum. Hurmatli rahbar va mutasaddi mas'ul xodimlar. O'zbekiston Respublikasining xavfli ishlab chiqarish obyektlarining sanoat xavfsizligi to'g'risidagi qonuni hamda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va texnik reglamentlarga muvofiq korxonangiz tasarrufidagi attraksionlar, liftlar, yuk ko'tarish kranlari va bosim ostidagi sig'imlardan foydalanishda qonunchilikda belgilangan quyidagi 5 ta asosiy xavfsizlik qoidasiga qat'iy amal qilishingizni so'raymiz. Birinchi, davlat ro'yxatidan o'tkazish va pasportlashtirish. Barcha attraksionlar, liftlar, yuk ko'tarish kranlari, bosim ostidagi sig'imlar belgilangan tartibda qo'mitaning hududiy organlarida davlat hisobiga olinishi va reyestrga kiritilishi shart. Uskunalarning texnik pasporti, chizmalari, foydalanish bo'yicha qo'llanmalari to'liq bo'lishi hamda ularni ishga tushirish uchun rasmiy ruxsatnoma olinishi qat'iyan talab etiladi. Ikkinchi, davriy texnik ekspertiza va sinovlarni o'tkazish. Ushbu uskunalar yuqori xavf manbai hisoblangani sababli ular tasdiqlangan grafik asosida muntazam ravishda texnik ko'rikdan, statik va dinamik sinovlardan o'tkazilishi lozim. Metall konstruksiyalar, payvand choklari, ko'taruvchi troslarning butunligi, vakuum yoki defektoskopiya usullari yordamida tekshirib borilishi shart. Navbatdagi sinov muddatidan o'tgan uskunalardan foydalanish taqiqlanadi. Uchinchi, avtomatik himoya va blokirovka tizimlarining sozligi. Uskunalarning bevosita inson hayoti asrovchi avtomatik himoya tizimlari doimiy ishlash holatida bo'lishi kerak. Jumladan, liftlardagi avariyaviy tormoz tizimlari, bosim ostidagi sig'imlardagi xavfsizlik klapanlari va manometrlar, kranlardagi yukni cheklovchi datchiklar hamda attraksionlardagi xavfsizlik kamarlari va qulflari nosoz bo'lgan taqdirda obyektni ishga tushirishga yo'l qo'yilmaydi. To'rtinchi, xodimlar malakasi va ruxsatnoma tizimi. Xavfli uskunalarni boshqarishga va ularga texnik xizmat ko'rsatishga faqatgina ixtisoslashtirilgan o'quv markazlarida tayyorgarlikdan o'tgan, bilim sinovidan o'tkazilib, tegishli guvohnomaga ega bo'lgan xodimlar, kran mashinistlari, lift elektromexaniklari, qozonxona va attraksion operatorlari va boshqalar qo'yilishi shart. Ishchilar muntazam tibbiy ko'rikdan o'tishi va mehnat muhofazasi yo'riqnomalari bilan tanishtirilishi lozim. 5. Dispetcherlik nazorati va avariya holatlariga tayyorgarlik. Obyektlarda kundalik va davriy texnik xizmat ko'rsatish ishlari olib borilib, tegishli jurnallarda qayd etilishi shart. Liftlar va attraksionlarda uzluksiz dispetcherlik aloqasi ishlashi, shuningdek, har bir korxonada nosozlik yoki favqulodda vaziyat sodir bo'lganda darhol ishni to'xtatish, odamlarni evakuatsiya qilish, qo'mitani zudlik bilan xabardor qilish bo'yicha tasdiqlangan harakatlar rejasi bo'lishi talab etiladi. Ushbu qoidalarga rioya etish insonlar hayoti va sog'lig'ini asrashning yagona yo'lidir. Xavfsizlik qoidalarini buzish, uskunalarni o'zboshimchalik bilan o'rnatish yoki nosoz holda ishlatish qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo'lishini eslatib o'tamiz.